Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bugun 2-oyning 27-kuni. Hammamizdan xabari bor. Pompeo apandim o'zining eng oxirgi xizmat kunida butun dunyoga Uyg'ur millati masalasi to'g'risida Xitoy hukumatı Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib bordi deb dunyoga jakoladi. Xi Jinping hukumatı vatanimizda ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik harakati butun dunyoning g'azabini keltiribdi. Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qildi degan bayonotni Pompeo apandi e'lon qilgandan keyin Pompeo apandimning o'rniga chiqqan Amerika davlatining tashqi ishlar ministri Blinken apandimmi o'xshashla Pompeo apandimning e'lon qilgan bayonot va qarorini o'zgartmay Xitoy hukumatı Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib bordi deb e'lon qildi. Bundaq aytganda Xi Jinping hukumatining vatanimizda ilib berayotgan siyosatini Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan irqiy qirg'inchilik deb bekitdi ham dunyoga e'lon qildi. Keynidilla Fransiyaning bosh ministri Macron apandim Xitoy hukumatini ayiblab Uyg'urlar ustida ilib berayotgan siyosiy harakatini qattiq ayiblab norozilik bildirdi. Uningdan keyin Germaniyaning bosh ministri Merkel xonim bayonot e'lon qilib, atalmish Xinjiangdagi Uyg'urlar to'g'riliq Xitoy hukumatini qattiq aybladi. Atalmish Xinjiangda ilib berayotgan bundaq vaziyatni har qanday odam qabul qilolmaydi va qarab turolmaydi deb so'zildi. Shuningdan keyin bu vaziyatning darajasi texmi ko'tarilib, Uyg'urlar masalasi to'g'risida Kanada hukumatı maydonga sakrab chiqdi. Kanada hukumatı uzun yillardan buyon Xitoy hukumatiga nisbatan do'stona, yaxshi muomalada, hattoki Xitoy hukumatining ochig'ini keltirib qo'yishdan tatib kelgan bir davlat edi. 4-5 kunning oldida Kanada parlamenti 266 ovoz bilan 0 ga qarshi qaror ma'qullab, Xitoy hukumati Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qildi degan qarornomani ma'qulladi. Ya'ni Kanada parlamenti ma'qullangan qarorning mazmuni Xitoy hukumatining atalmish Xinjiangda ilib berayotgan siyosati Uyg'urlar ustidan ilib borgan irqiy qirg'inchilik siyosat deb hukm chiqadi. Bu vaziyat g'arb davlatlaridagi hukumat xodimlarining Xitoy hukumatiga Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik ilib bording degan bayonotdan texmo bir daraja yuqori kuchli bo'ladi ekan. 2 kunning oldida 2-oyning 25-kuni Gollandiya parlamentida Gollandiyadagi bir qancha partiyalar ichidagi D66 partiyasining boshlamchiligida Gollandiya parlamenti o'xshashla Xitoyni ayiblab, Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik qildi degan qarornomani ma'qullab e'lon qildi. Endi Gollandiya davlati bilan Kanada davlati bo'lsa, dunyoda kuchli davlatlar qatoriga kirmasimi, lekin xalqaro masalalarga kelganda har vaqt mudadil pozitsiyada turib kelgan. Ammo lekin bu qitim Uyg'ur masalasi kelganda boshqa davlatlarga selishtirganda oldin qatorga o'tib ketdi. Bu ikki davlat nimishga Uyg'ur masalasiga nisbatan Xitoy hukumatiga jang e'lon qildi. 2 yilning oldida Xitoy davlati Kanada davlatining ikki fuqarosini qo'lga olib, go'raga ilib, Kanada hukumati qo'lga olgan Huawei shirkatining ikkinchi arbobi Ming Manju bilan tegishmoqchi bo'lgan. Kanada hukumati Xitoy hukumatining bundaq go'raga ilib olish diplomat siyosatini faqatla qabul qilmagan. Buni intayin paskash deb qaragan. Mana bu vaziyat Kanada hukumatining savr qachisini tashtirib etgan. Endi Gollandiya davlati bo'lsa, Xitoy davlati bilan har sohada bo'lsin, hech qanday xizditi yo'q, manfaat to'qinishi yo'q. Xi Jinping yangi taxtiga chiqib, Gollandiyaga ziyoratga kelgan vaqtida Gollandiya havo armiyasining F-16 2 kurashchi aeroplani Yevropa havo bo'shlig'iga kirgan Xi Jinpingning aeroplanining oldiga qarshi og'ini kelib, Xi Jinpingning aeroplanining ikki tarafida qo'g'dab uchib, toki yerga qo'ngicha qo'g'dab ushgan. Bu vaziyat Xi Jinpingni intayin xo'shal qilib etgan. Endi vaziyat qanday bo'ldi deganda, hozir butun g'arb dunyosi Xitoy hukumatiga bo'lgan qarshiligi borgan sari kuchayib, so'zda, harakatda Xitoy davlatiga qarshi turish birlik sepi boshlandi desak bo'ladi. G'arb davlatlari endi Xitoy davlatiga nisbatan strategik bir cho'ng shaxmatni boshladi desak bo'ladi. Gollandiya davlati bilan Kanada davlati Xitoy davlatiga qarshi qadamni boldir tashlagandek ko'ringan bo'lsa-mu, endi orqa g'arb dunyosidagi davlatlar Xitoy hukumatiga qarshi birlik safni boshlab etdi. Kanada davlatining bir qadam boldir harakatga o'tishi
Kanada davlati Besh ko'z ittifoqiga vakolatan Xitoy hukumatiga qarshi ishni boshlab etdi. Besh ko'z ittifoqi deganimiz burunmi deb o'tgan ingliz tilida so'zlashadigan Amerika, Kanada, Angliya, Avstraliya, Yangi Zelandiya. Endi Gollandiya davlati bo'lsa, Yevropa ittifoqi birligining a'zosi. Gollandiya davlati Yevropa davlatiga vakolatan, ya'ni Yevropa ittifoqdosh birligiga vakolatan Xitoy qarshi birinchi qadamni boshlab etdi. Endi bundan keyin Yevropa birligidagi har qaysi davlatlar Xitoyga qarshi birlik safga otilindi. Bu ikki müddətli davlatning birdan Xitoyga qarshi jangga otlanishi Xi Jinpingning vatanimizdagi Uyg'urlar ustidan elib berayotgan irqiy qirg'inchilik, yovuzlik harakati butun dunyoning eng tuvan chekiga yetdi ham bardoshlik berolmay qoldi. G'azablanmayman desimi chidab turolmaydigan yerga yetdi. Endi Xi Jinping hukumati g'arb dunyosining bu qarshilig'iga qanday shaklda bo'lsin inkas qaytusimi inkasning rol bo'lmaydiganligi ko'rinib turyotdi. Agar Xitoy hukumati Gollandiya va Kanada davlatiga noroziligini bildirsa, u chaqda g'arb dunyosining g'azabini texmi kuchaytiradi. Xuddi kuyayotgan o'tga benzin to'kib bergan bilan barobar bo'ladi. Besh ko'z birlashma davlatlari bo'lsin, Yevropa ittifoqidagi davlatlar bo'lsin, axloq jihati bo'lsin, majburiyati jihati bo'lsin, insoniyat jihati bo'lsin, har vaqt Kanada davlati bilan Gollandiya davlati tarafida turdi. Mana bu vaziyat demokratiya davlati bilan diktator davlatini ikki qutbga ayiradigan vaziyat ko'rildi. Yillardan buyon nurg'un davlatlar Xitoy davlati bilan savdo tijorat, savdo manfaat do'stligini o'rnatgan bo'lsa-mu, endi Yevropa va g'arb dunyosidagi davlatlar Xitoy qarta g'azabi kuchaydi. G'arb davlatlarining Xitoyga qarshilik g'azabi kuchaygan siri O'rta Osiyo va O'rta Sharqdagi yillardan beri Xitoydan qo'rqib kelayotgan kichik davlatlarmi Xitoy davlatiga qarta qo'rqmay so'zlaydigan vaziyat shakllanyotdi. Buningga misolan Turkiya davlatining har qaysi partiya guruhlari Xitoy hukumatiga qarshi noroziligini bildirib qolmasdan, Turkiya tashqi ishlar ministrimi Xitoy hukumatiga Uyg'ur masalasi to'g'risida inkas qaytarishga boshladi. G'arb dunyosimi Xitoy hokimiyatining qandaq bir hokimiyat ekanligini yaxshi to'nib yetdi. Xitoy hokimiyatining xarakteri bo'lsa, gaqimay basa, xalqning bo'yniga minib oldigan, Xitoy hokimiyatining tumshug'iga kelishtirib soladigan bo'lsa, darhol ta'zim qildiganligini to'nib yetdi. Yillardan buyon Xitoy hokimiyati Hong Kong masalasi bo'lsin, Tibet masalasi bo'lsin, Uyg'ur masalasi bo'lsin, bu millatlarga nisbatan ilib berayotgan siyosiy harakatlari g'arb dunyosining g'azab nafratini kuchaytirdi. G'arb dunyosining qimmat ko'z qarshiga nisbatan qarshi bu harakatlarga g'arb davlatlari bardoshlik berolmay qoldi. Shunlashqa endi Xitoy hukumatiga qarshi g'arb dunyosidagi, ya'ni butun dunyodagi Xitoyga qarshi birlik saf shakllanish oldida turyotdi. Gollandiya parlamenti va Kanada parlamenti Uyg'urlarni irqiy qirg'inchilik qildi deb qaror chiqardi. Lekin ba'zi ko'z qarashlar parlamentning chiqargan qarorini hukumat ijro qilamdi, qilmamdi degan ko'z qarashda bo'lishi mumkin. Agar ijro qilmasa, bu qarorlar quruq gapga aylanib qolmamdi debmi qarashi mumkin. Lekin g'arb dunyosidagi davlatlar bir ishni qilishdan burun shu davlatning hukumati tashqi ishlar xizmatini boshlashdan burun oldi bilan shu davlatning parlamentida qarorlar chiqarildi ekan. Bunda qarorni chiqarishdagi maqsad oldi bilan yangi bo'layotgan bir vaziyatni yoki siyosatni shu davlatning xalqiga xabardor qilish va shu davlatning xalqini ideya jihatda qabul qildirish va kuchli bir ideologiya yaratish ekan. Bo'libmi shu davlatning iqtisodiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan hukumat ijro qilmoqchi bo'lgan xizmatlarni oldi bilan parlamentda nihoyatda dag'dug'liq qarorlardan o'tkazib, davlatning xalqi va iqtisodiy sistemlarga oldin ta'sir ko'rsatish signalini yetkazib turdi ekan. Shundaq oldin ta'sir yetkazadigan signallarni bildirish orqali ikkinchi qadamda parlament qaror qilgan qarorlarni hukumat ijro qiladi ekan. Hukumat qarorni ijro qilgan mezgilda shu davlatning xalqi hukumatimiz haqqoniyat ustida kurash qilyotidi deb qaraydi ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.